Assalomu alaykum. Qonunchilikka muvofiq yer uchastkasidan qonunda belgilangan yoki ruxsat etilgan maqsadlarga zid ravishda foydalanish jiddiy oqibatlarga olib keladi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yer uchastkasidan 1 yil davomida, boshqa maqsadlar uchun ajratilgan yer uchastkasidan esa 2 yil davomida foydalanmaslik ushbu yer uchastkasiga bo'lgan egalik, foydalanish yoki ijara huquqining bekor qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizga ham yer uchastkasi aniq maqsadlar uchun egalik, foydalanish yoki ijara huquqi asosida ajratilgan bo'lsa, undan belgilangan maqsadda va o'z vaqtida foydalanishingiz lozim. Aks holda bu holat mazkur yer uchastkasiga bo'lgan huquqingiz bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Qonunchilikdagi va sud amaliyotidagi muhim jihatlar hamda foydali maslahatlardan xabardor bo'lib borish uchun bizning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Al Said Justice, adolat yo'lida ishonchli himoya.